erkaklarni qiylanib million qarzlarga botib ketishiga ko'proq ayollar sababchi bo'lib qolyapti. Ya'ni ayollarning noshukrligi, sabrsizligi. To'g'ri, hammasi ham emas. Shunaqangi go'zal oqila ayollarimiz ko'p. Juda ham shukrli, sabrli ayollar. Lekin ba'zilari bor, ular juda ham sabrsiz, noshukur va ularning orzularini chegarasi yo'q. Ko'rpasiga qarab oyoq uzatmaydi. Eriga Xudo berayotganiga rozi bo'lmaydi rizqiga. Mana shu jag'itinmaydi. Jag'itinmasdan bechora erkak uyda bir kasa ovqatni qulog'i tinchib maza qilib ichmaydi. Uyga kelsa o'qib bermadingiz, bu o'qib bermadingiz, beda nimani ko'rsa, mana vang qilavergandan bechora erkak oxiri shu qarzga botib bo'lsa ham shunga qilib beray deyapti-da. Qarzga botib bo'lsa ham shunga qilib beri, shuni mana jag'i o'tsin, uyda xotirjam bir kasa ovqatni ichay deyapti. Shu ayollarning orzusini deb, shular tugab bitmaydigan orzusini deb, orzu havasini deb chet ellarga ketib, vagonlarda yotib, rolterlarda ichib pul topaman deb yurmayaptimi erkaklar? Erkaklar o'ziga qolsa nima? Bir kasa ovqat bilan bitta ko'rpa bo'lsa uxlab ketaveradigan narsa. To'y to'lqinlar shu ayollarni deb bo'lyapti, ayollarning orzusi, orzu havasi. Shuni deb erkaklar qarzlarga botib ketyapti. Yana qayta aytaman, hamma ayol emas, lekin ba'zi bir noshukur, sabrsiz ayollar, orzusining chegarasi bo'lmaydigan ayollarni deb juda ko'p erkaklar qarzga botib, qiylanib, xor bo'lib ketyapti.